22 bab. Yahudilarning Petirnan heyti, ya'ni o'tib ketish heyti kelishga oz qolgan edi. Oliy ruhaniylar va Tavrat ustozlari Hazreti Aysoni bir amal qilib o'ltirib etishning chorasini izladi. Biroq ular uni qo'llaydigan xalqdan qo'rqqanlikdan uni maxfiy holda tutmoqchi bo'lishdi. Shu kunlarda Hazreti Aysoning 12 shogirdining biri bo'lgan Yahuda Ishqariyotning ko'ngliga shayton kirdi. U oliy ruhaniylar va markaziy ibodatxona qorovullarining boshliqlari bilan Hazreti Aysoni ularga qandoq tutib berish ustida maslahatlashdi. Ularning gul qaqalari echilib, Yahudaga pul berishga va'da berdi. Yahuda ma'qul bo'lib, Hazreti Aysoni jamoatdan xoli qolganda ularga tutib berish uchun fursat izlashga boshladi. Petirnan heytining qo'y qurbonlik qilingan kuni yetib kelgan edi. O'tib ketish heyti deb atalgan bu kuni Yahudilar o'ylarida qo'y so'yib Petirnan bilan yetdi. Shunga Hazreti Ayso Petrus bilan Yuhannaga birga g'izalnishimiz uchun sizlar berib o'tib ketish heytining tamig'ini tayyorlanglar deb ularni avatdi. Qayerda tayyorlashimizni xohlaysiz deb so'rdi ular. Hazreti Ayso mundoq dedi: Yerusalimga kirsanglar, u yerda ko'zda suv to'shayotgan bir er kishini uchratsizlar. Uning kaynidan mengib, u kirgan uyga kiringlar va uy egasiga ustozimiz shogirdlarim bilan o'tib ketish heytining tamig'ini yeydigan mehmonlik uy qayerda ekan deb so'rayotdi danglar. U sizlarni ustungi qavatdagi jobda qo'yilgan bir eg'iz cho'ng uyga boshlab chiqdi. Mana shu uyda o'tib ketish heytining tamig'ini tayyor qilinglar. Petrus bilan Yuhanna bo'lsa, hamma ishlar Hazreti Aysoning aytganidek bo'lib chiqdi. Ular o'tib ketish heytining tamig'ini tayyorlashga kirishdi. Tamoq vaqtida Hazreti Ayso elchilar bilan birga kelib, dasturxonda o'ltirdi. Ondan u elchilarga mundoq dedi: Men azob chekishdan ilgari o'tib ketish heytining bu tamig'ida sizlar bilan bir dasturxonda bo'lishga intizor bo'lib kelgan edim. Chunki bu heytning haqiqiy ma'nosi Xudoning podsholigida amalga oshirilguncha men bundaq heytlik tamoqni qayta yemayman. Ondan Hazreti Ayso bir jomni qo'liga ilib, Xudoga shukr etdi va shogirdlarga: Buningdan ichinglar. Shuni aytayki, Xudoning podsholigi to'liq namoyon bo'lmaguncha hargiz bundaq sharobni ichmayman dedi. Ondan u bir nonni qo'liga ilib, Xudoga shukr etdi va uni o'shtib turib, ularga berib, bu mening sizlar uchun pido bo'ladigan tenimdir. Meni eslab turish uchun buningdan yanglar dedi. Tamoqdan keyin u yana jomni qo'liga ilib mundoq dedi: Bu jomdagi sharob mening sizlar uchun to'kiladigan qinim bilan tuziladigan Xudoning yangi ahdisining belgisidir. Biroq shuni bilib qo'yinglarki, bu yerda men bilan bir dasturxonda o'tirganlardan biri menga sotqinlik qiladi. Darvaqa inson o'g'li Xudoning irodasi bilan olamdan o'tadi. Lekin uningga sotqinlik qiladigan kishining holiga voy. Shogirdlar bir-biridan bundoq qiladigan zodi kimdir deb so'rashdi. Shogirdlar o'z ishida zodi kimning martabasi hammadan yuqori deb talash-tortish qilishga boshladi. Hazreti Ayso ularga mundoq dedi: Bu dunyodagi podsholar hukmron sifatida qo'l ostidagi xalqni boshqaradi, ham o'zini xalqparvar qilib ko'rsatadi. Lekin sizlar bundoq qilmanglar. Oranglardagi eng martabaliklar
özlerini ərzməz kişilərdək tutsun. Başlıq boğununla, başqılağa xizmət qılınla. Adətdə kim mərtvilik? Dastıxanda oturğanmı, yoki xizmətkarmı? Əlbəttə, dastıxanda oturğan emasmı? Biroq, bana kəsək, gerçi mən sizlərning ustozinglar bo'lsammi, aranglarda xizmatkorga o'xshashman. Mən sınaqlarni beshindan o'tkazganda, sizlar boshdan oxir men bilan billa bo'ldinglar. Xuddi otam manga podshohlik huquqi taqdim qilgandek, sizlarga shuni taqdim qilaman. Sizlar mening podshohligimda men bilan ham dasturxon bo'lasizlar va taxtlarda o'ltirib İsraillarning 12 qabilasiga hukmronlik qilasizlar. Hazreti İsa yana mundaq dedi: "Ey Simon, Simon, shaytonning hammanglarni sinash talpiga Xudo ma'qul bo'ldi. U sizlarni xuddi bug'doy tasqigan sinimoqchi. Lekin manga bo'lgan e'tiqoding yo'qolmasin deb sana duo qildim. Shaytonga sinilib, yo'limga qaytgandan keyin qarindoshlaringning e'tiqodini mustahkamla. Ey Rabbim, men siz bilan billa zindonga tashlanib, billa o'lishga tayyorman, dedi Petrus. Petrus, dedi Hazreti İsa, bilib qo'ygunki, at saharda g'o'roz chilg'ucha sen mendan 3 qitim tanisan. Ondan Hazreti İsa shogirdlaridan: "Burun men sizlarni safarga avatganda ham yon, xo'jon va oyoq omongla degan edim. U chaqda biror narsanglar kam bo'lib qolganmi?" deb so'radi. "Yo'q", deb javob berishdi shogirdlar. "Lekin endi ham yon, xo'joni borla, elvilinglar. Qilichi yo'qlar, chopininglarni setib birdan qilich elinglar", dedi Hazreti İsa. Chunki muqaddas yozmalarda men to'g'riliq u jinoyatchilar qatoriga kirgizildi deb xotirlangan so'z cho'qim amalga oshirildi. Amaliyotda men to'g'riliq yozganlarning hammasi amalga ishishga oz qoldi. "Ey Rabbim, qarang, bu yerda 2 qilich bor ekan", dedi shogirdlar. "Bo'ldi, yetidi", dedi Hazreti İsa ularga. Tamoqdan keyin Hazreti İsa shogirdlar bilan billa shahardan chiqib, odati bo'yicha Zaytun teg'iga ketdi. U yerga yetib borgandan keyin ularga: "Eziq turilmasliklari uchun duo qilinglar", dedi. Ondan Hazreti İsa yerroq berib, tizilib turib: "Ey ota, xohlasang bu azob qadihini mendan yiroqlashtirg'aysan. Lekin bu ish mening emas, balki sening irodang bo'yicha bo'lsin", deb duo qildi. U duo qilayotganda osmondan kelgan bir farishta uningga ko'rinib madad berdi. Hazreti İsa cho'nqur qayg'u ichida texmi ixlos bilan duo qilayotganda uning tarlari yerga to'kilgan qon tomchilaridek tushishga boshladi. Duodan keyin Hazreti İsa o'rnidan turib, shogirdlarining yeniga kelib, ularning g'amga cho'kanligidan mugdab qolganligini ko'rdi. "Uxlab qolganinglar nemisi? Eziqtirilishdan saqlanish uchun qo'pib duo qilinglar", dedi Hazreti İsa ularni uyg'otib. Hazreti İsa'ning so'zi oyoqlashmasdanla 12 shogirdining biri bo'lgan Yahuda bir to'p odamni boshlab keldi. U Hazreti İsa'ning oldiga kelib, so'yib salom berdi. Hazreti İsa uningga: "Hey Yahuda, inson o'g'lini so'yib qo'yibmi, ya'ni uningga sotqinlik qilamsan?" dedi. Hazreti İsa'ning yendiki shogirdlar ahvolning chatoqligini ko'rib: "Ey Rabbim, ular bilan ilishsa qandoq deysiz?" dedi. Shogirdlarning biri qilichini ko'tarib, bosh ruhoniyning chaqirig'i urdi.
qilich chakorning o'ng qulog'iga tegib, uni shilib tushiribdi. Biroq Hazreti Ayso "Bas" dedi va qo'lni uzatib chakorning qulog'iga takkizib qo'yibdi. Shu an saqayib ketdi. Hazreti Ayso o'zini tutqili kelgan oliy ruhoniylar, ibodatxona qorovullarining boshliqlari va oqsoqollarga "Sizlar qilich to'qmoqlarni ko'tarib, meni tutqili kelibsizlar. Meni qaroqchi ko'ryotamsizlar. Ben har kuni sizlar bilan markaziy ibodatxona hovlisiga borganda, bana qo'l solmadinglar. Biroq endi qo'l soldigan vaqt soatinglar yetib keldi. Bu shayton hukm surdigan qorong'u vaqtdir" dedi. Qarovullar Hazreti Aysoni tutib, bosh ruhoniyning uyiga elib berishdi. Petrus yiroqdan egishib mangan edi. Ular hovlining o'tirsiga o't yiqib, cho'rsida isinib o'tirganda, Petrusmu ularning orasiga kirib oldi. Uning isinib o'tirganini ko'rgan bir dedak o'rniga tikilib qarab turib, "Bu odammi Ayso bilan bir?" dedi. "Yo'q, ben uni tanimayman" deb tandi Petrus. Uzun o'tmay yana biraylan uni tanib kelib, "Senmi uning odimi-ku?" dedi. "Qara seni, men ular bilan bir emas" dedi Petrus. Birer soat o'tgandan keyin yana bir odam, "Shubhisizki, bu odam Ayso bilan bir. Talaffuzidan uningmi jallik ekanligi chiqib turmamdi" deb ching turib oldi. Lekin Petrus, "Qara buni, nima deb bichirlayotsan?" dedi. Uning so'zi oyoqlashmasdanla g'o'ras chilladi. Rabbimiz Ayso kayniga burilib, Petrusga tikilib qaradi. Petrus Rab Aysoning "Et saharda g'o'ras chillig'icha sen mendan 3 qitim tanisan" degan so'zni esiga ilib, tashqariga chiqib, qattiq yig'lab ketdi. Hazreti Ayso qarawatgan qarovullar uni masxir qiladi. Uning ko'zini tiyib qo'ygandan keyin uni urib turib, "Payg'ambar bo'lsang, aytib boqina, seni kim urdi?" deb so'rashdi va uningga buningdan boshqa yana nurg'un haqoratlarni yog'dirishga boshladi. Tong otganda Yahudilarning oliy kengashimizdagi oqsoqollar, oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari jam bo'lishdi. Hazreti Ayso ularning oldiga elib kelindi. Ular Hazreti Aysodan, "Aytqin, sen qutqizg'uchi Masihmi?" deb so'rashdi. Hazreti Ayso mundaq javob berdi: "Sizlarga aytsammi, ishonmaysizlar. Sizlardan biror savol so'rsam, javob bermaysizlar. Lekin inson o'g'lining Qodir Xudoning o'ng yonida o'tirdigiga oz qoldi. Undaqda sen Xudoning o'g'li ekansan-da" deyishdi ular. "Sizlarning deganinglardek" deb javob berdi Hazreti Ayso. Shuning bilan ular "Endi boshqa hech qanday az qiluvchining hojati qolmadi. Chunki o'zining og'zidan kufr so'zlarni angladik" deyishdi.